Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun xudo xolasa inshaalloh sizlarga original bo'lgan 11.05 rusumli motoblokchamiz, mini traktorchamizni, to'g'riroq aytganda, mini traktorchamizni tanishtirib, obzorni qilib o'tamiz. Like, podpiskalar bosib qo'yishni unutmang, xalqim. Biz boshladik. Ko'rib turganingiz общий bazadamiz. Kimga nechta kerak bo'lsa, qolganlarini ham tushuntirib o'tamiz. Kanalga a'zo bo'lib qo'ysangiz, hammasini videolari bor. Bemalol ko'rib, hammasini narxlarini ko'rib, kelib like, podpiskani bosib kelib olib ketishingiz mumkin. Xalqimiz boshladik. 11.05 bemalol ko'rgan bo'lsangiz, 11.05 motorimiz hisoblanadi. 180 kg. Общий vesda bu yerda korobkalarni olib tashlasa 155 kg qoladi. Motorda o'zi 155 kg qoladi. Korobkalarni bilan 180 kg bo'ladi. Bunimizda sifatlari keladigan sifatlar juda ajoyib, zo'r ishlangan. Kelib like, podpiskani bosib qo'ygan insonlarga, astoydil oladigan insonlarga chiroyli narxlar qilib beriladi. Gap bo'lish muammosiz. Kampalik dastalarda 2 korpuslik original plugi va frezerlar bo'ladi. Va yana bitta sizlarga plus tarafi bularda inshalari ko'tarilib tushiladi. Va yana boshqa taraflarga nisbatan ko'rganlaringizda boshqalardagi misol mana shu inshani uladigan joyi ikkitalik. Bularda mana ikkita ulangan turibdi, ko'tarib tushirgani. Mana ikkitalik. Ko'pchilikda mana bu ikkitani yechadi. Buni yechib joyiga hamma narsasini taqadi. Misol jatkalarni narsada mana shu joyga taqadi. Bizdagi 4 ta kelgan. Ko'rishingiz mumkin, mana tagida turibdi. Ikkita. Ikkitani yechiladi joy. Shuni mana shunday ulanib, bemalol jatkalarni ko'tarib tushaveradi. Ham orqadagi, ham oldidagi frezer narsalar ko'tarib tushirsangiz bo'laveradi. Ko'rganlaringizdek, originalligi, sifatlari o'zi bilan birga kelgan. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib kelaverasizlar. Faralari, ishlash funksiyasi juda zo'r. Salarka yoqilg'i turi salarka bo'ladi. Juda kam rasxod qiladi. Ish hajmi juda serob. Yer pluglash uchun, kultivatsiya qilish uchun hammasi ishlatsa bo'ladi. Balonlari, ko'rib turgan balonlari ligrovkali bo'ladi. Ichkiga, oldinga, orqaga ligrovka bo'ladi. Orqa inshalar ko'tarib tushiriladi. Ko'rib turganingiz original balon qo'yilgan bo'ladi. Akalar, kimga kerak bo'lsa, telefon nomerlarini qoldirganmiz. Telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Narxlari hozircha 2200 dollar beramiz. Kelasizlar, yana ham sizga chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Kimga optim bazadan qaysi rusumidagidan kerak bo'lsa, bizga bazadan juda ko'p terilmagan har xil variantlarimiz ham bor. Prosta ko'p rasov chang bo'lib ketadi deb evaziga drobilka olaman degan drobilka, motokultivator olaman motokultivator har xil turidan bor. Akalar, instrument optim bazadan instrument olaman desangiz, benzopilalar, svashni apparatlar optim narxlardan tarqatib yuborilyapti. Benzopilalarimiz akalar 350 mingdan boshlanadi. Elektrichni, benzini 350 dan boshlanadi. Elektrichni esa 150 dan boshlanadi. Benzinliklar har xil turdan ketaveradi. Bizga sifatsiz molni o'zi yo'q, to'g'risini aytaman. Chunki men o'zim texnikani yaxshi tushunganim uchun endi sizlar uchun ishlatishlaringizni bilib, yaxshi narsa olib kelib qo'yganmiz. Kelib garantiyalarni zavod tomonidan chiqqan har qanday birrak, hatto bitta boltdan tortib to narsasigacha yozib beriladi. Muammosi yo'q. Like, podpiskani bosib qo'yish uchun har jonlaringiz sog' bo'lsin. Kerak bo'lsa kelib xarid qilaverasizlar. Manzilimiz Toshkent shahri Arqbuloq bozori. Arqbuloq bozori qayerda deysiz? M39 katta trassa. Jizzax, Samarqand kelgan katta trassa yo'lda bo'yidan M39 S1 magazin bo'ladi. Texhouse kanaliga kelib like, podpiskani bitta bosasizlar, kelib olib ketishingiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.